vatandan ayrılıp muhacirat yaşavatqanımgımı bir qancha yıl bo'ldi. Bu jarayonda mayli dunyoda bo'lsin, mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, unutilg'isiz voqealar va hodisalar bo'lib o'tdi. Men vatandan ayrılıp erkin dunyoga qadam besib, hür, erkin bir millatni, mustaqil bir davlatni ko'rib, o'z milliy bayrog'i ostida yashagan bir millatning g'ururini his qilib, vatan so'zining haqiqiy ma'nosini tushungan edim va bir qancha kun o'tmayla vatanga erkinlik bo'lgan intilish tuyg'ularimni xotiramga tuvandagidek qilib qo'ygan edim. Men ulug' ham bechora vatanimdan ayrilib, o'zgalar yurtida sarsonliq hayot boshlaganimga bir qancha kun bo'lib qoldi. Erkin bir millatni ko'rdim. Mustaqillikning, erkinlikning nima ekanligini haqiqiy tushungandek bo'ldim. Bir tarafdan o'z bayrog'i ostida mag'rur yashayotgan bu millatga qarab masligim kelsa, yana bir tarafdan menda bir hasad qo'zg'aldi. Xalqimning dahshatlik, ichinishli holatlari, yosh qalbimdagi hasrat, ichinish tuyg'ularini teximni ulg'aytmoqda. Men tug'ilgandan tartibla millatimning ichinishliq ohu faryodlarini, nola bilan ochiq ingrashlarini anglab kelyapman. Bu hasrat, nadomatlar, ochiq chaqirishlar minut pasaygini yo'q. Tiniqsiz, lemjon bo'lib qoldi. Ammo Uyg'ur o'lmadi. Hatto ba'zida ochiq chaqirishlar o'rniga jangovar kurash marshlarini to'lashdi. Darmonsiz holatdan jangovarlikqa o'tib, inqilob signallarini chaldi. Qizil qonlar daryo bo'lib oqdi. Qanchilg'an arslonlar ormon bilan shahid bo'ldi, lekin orqaga chekinmadi, qo'rqib qolmadi. Balkim ushqun yalqonga, shamol dahshatli bo'ronga aylandi. Jasur shahidlarimiz ajal vahimasiga pisand qilmay, jaholat kishanlariga qilish urdi. Zulm ishiklarini dahshatlik qoqdi. Afsus, sotqinlar, xoinlar, makkorlar, qonxo'rlar, hattoki ba'zi sehrgar yo'lboshchilar umid chirig'ini o'chirdi. Millionlagan qalblarda qon dog'lari qoldi. Izdiraksiz yo'qolgan minglagan jasur palvonlarning kishilar qalbida obidalari tiklandi. Ko'ngillarda dostonlar yesildi. Shuncha ichinishlar, hisobsiz badallar va oqqan qonlar mening millatimni yetib ketarligini, hatto tavirtarligini yo'q. Shuncha kurash dostonlarini yaratgan bu millat albatta boshqa hur millatga o'xshash, hur yashash, mustaqil yashashga tamoman haqlidir. O'tmishda shundoq jasur o'g'lonlarni yetishtirgan dasht cho'llarda shahid ustaxonlari bilan tog'lar yasig'an. Daryo qonlarning eqishidan hech g'ayrilik his qilmagan bu vatan, bu millat qandoqmi qaytadan erkinlik signalini chalmay ta'xir qilib tura olsin? Bu signal shundoq chilinadiki, vatanning tog' daryolari butun yer zamin dahshatlik tavraydi. Kishilar qalbida obidalar tiklanib, arishti farishtalar huzurida ilgirki o'tliq armonlari bilan yashayotgan shahidlarimizning ruhi qaytadan bu dunyoga, mushu vatanga to'planib,
vatan yenidan yetishtirgan jangovar o'g'lonlar bilan quchoqlashib, birlikda qaytadan hurralar tovlaydi. Azadlık tuğlarını götürüp hurralar bilan ketiyotgan ashu tavranmas mard azmatlar ichida menmi bo'laman. Shu minutlar hayotimning eng qimmatlik, eng qadrli xotirasi va armonsiz vaqtlardan bo'ladi. Shu chaqda o'zimni chin inson deb hurmat qilaman.